Assalomu alaykum, Umraizlar efirda siz nima deysiz ko'rsatuvi. Assalomu alaykum, barchangizga yaxshi kayfiyat hamrohligini tilaymiz. Odatdagidek bizda dolzarb mavzular muhokamasi davom etadi. Tibbiy ko'rik majburiymi? Bugungi e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shunday nomlanadi. Tibbiy ko'rik bir qarashda oddiy, ammo o'ta muhim jarayon hisoblanadi. Ko'pincha biz bunga befarq qaraymiz. Bu esa bizning xatoyimiz. Bugungi muhokamamizning qiziqarli tarafi shundaki, biz hamisha ishda, o'qishda yoki bo'lmasam boshqa masalalar bo'yicha turli insonlar bilan ko'rishamiz, ular bilan muloqot qilamiz, xizmatlaridan foydalanamiz, lekin ularning salomatligi haqida har doim ham ma'lumotga ega bo'lmaymiz. Aynan deylik, bizga xizmat ko'rsatuvchi obyektlardan biri o'sha oshxona, taomlanish shoxobchalarini oladigan bo'lsak, u yerda bizga xizmat ko'rsatadigan, taom tayyorlaydigan o'sha soha vakillarining salomatligi haqida biz har doim ham ma'lumotga ega bo'lmaymiz va buni hatto surishtirib ham ko'rmaymiz. Xo'sh, bu jarayon kimning nazoratida bo'ladi? Bugun ana shu savollarga javob topamiz. Ularning tibbiy salomatligi biz uchun muhim albatta. Juda ham to'g'ri aytingiz va shu yuqorida aytilgan savollarga javob izlash maqsadida studiyamizga bir qancha mehmonlarimizni taklif etganmiz. Eng avvalo barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar va endi muhokamalarga kirishsak ham bo'ladi. Lobarba, sizdan boshlasak. Bizani tashkilotimiz Sanepid qo'mita o'zi aynan shu yuqumli kasalliklarni kirib kelishi, tarqalishi hamda ovqatdan zaharlanish holatlarini oldini olish bilan shug'ullanadigan tashkilot. Mana hozir sizning savolingiz bo'yicha mana shu umumiy ovqatlanish shoxobchalarida, umuman mana shu oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lgan har bir ishchi xodimlar O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligini 2012-yil 10-iyulda chiqarilgan buyrug'i 200-buyruq asosida tibbiy ko'rikdan o'tish shart. Ya'ni bu mana shu ishlayotgan xodimlarni qay darajada sog'lig'i ko'riladi. Sog'lig'i yaxshi bo'lgan mana shu tibbiy ko'rikdan o'tgan ishchilar ishga qo'yilishi shart. Sababi ishchilarni agar tibbiy ko'rikdan o'tkazmasak, biza buni qanaqadir kasali bor yo'ligini bilmaymiz. Bila olmaymiz, afsuski. Unda ko'rinishida u xodimlar sezilmaydi. Xodimlar unda qarasangiz sog'lomga o'xshaydi, lekin tashuvchi bo'lishi mumkin. Shu sababdan tibbiy ko'rik bu muhim narsa, chunki ular xalqqa taom tayyorlaydi, oziq-ovqat tarqatadi. O'shaning uchun tibbiy ko'rikdan o'tishini nazorati bizdan. Agar siz aytib o'tgandek, nazoratga olinmagan bo'lsa, deylik, ishchi tibbiy ko'rikdan o'tmagan, lekin ishlashda davom etayotgan bo'lsa, bunda kim javobgar bo'ladi? Ishchimi yoki bo'lmasam ish beruvchi? Ish beruvchi. Sababi ishga qabul qilishdan avval o'sha oshpaz bo'ladimi yoki qanaqadir shu oshxona ishchisi bo'ladimi, mana shu даже idishlarni yuvadigan ishchilari ham o'tishi shart. Har qanday xodim. O'shaning uchun ish beruvchi albatta ularni tibbiy ko'rikdan o'tgan kitobchasi bo'lgan taqdirda ishga qabul qilish. Demak, ishga qabul qilayotgan ish beruvchi so'rash kerak undan tibbiy ma'lumotnomani. Albatta. Va o'sha vaqti bilan xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishga qayerga murojaat etadi? Poliklinikalargami yoki har bir tumanda, markaziy poliklinikada tibbiy ko'rik poliklinikasi tashkil etilgan. Bundan tashqari hozir juda ko'p xususiy poliklinikalar ham mavjud. Ular ham qonun doirasida o'tkazishadi. Tushunarli. Demak, ish beruvchi o'zi murojaat etish kerak xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun. Qancha muddatda? Har 6 oyda o'tish kerak. Har 6 oyda o'tishlik kerak deyishgan. Shunday, mana bu yerda poliklinikani shifokorlar ham shu yerda, ayni shu jarayon haqida ma'lumot berib o'tsangiz, bu tibbiy ko'riklar qay darajada chuqurlashtirilgan holda o'tadi? Ularni qo'shtirnoq ichida o'tkazilmayotganiga qay darajada ishonch hosil qilishimiz mumkin? Marhamat. Assalomu alaykum. hozirgi masala bo'yicha oshxona xodimlari nima deyiladi, majburiy kontingent deyiladi. Ular har doimiy o'tishga majburda. O'shaning uchun ish beruvchi javobgar deyaptilar. Ish beruvchidan tashqari shu odam ham o'zi javobgar bo'ladi. Neysiz har yili 2 marta o'tmasa, u kasallik tashuvchi bo'lib aholiga kasallik tarqatish mumkin. Biz poliklinikada nazorat qilinadi. Shu
tibbiy ko'rikxonalar tashkil etilgan. Tibbiy ko'rikxonada nima tibbiy daftarchasi bilan keladi o'sha fuqaro. Tibbiy ko'rikdan miqdor mutaxassislardan hamma mutaxassislardan o'tadi. Undan tashqari majburiy tekshiruvlar, laboratoriya analizlari, fluorografiya, shunaqa nimalarni ham qilinadi. U bir tomondan ham ishlayotgan odam o'zini sog'lig'ini ham tekshirib, kerak bo'lsa davolashga yordam beruvchi bu maqsadli bo'ladi. Rahmat aytamiz Gavhar opa. Shohsiz opa, marhamat, hamkasbingizni fikrlariga qo'shimchalaringiz bo'lsa eshitamiz. Yana tibbiy ko'rigimizda shu oshxona, oziq-ovqat bilan ishlovchilarda yana bir muhim tekshiruv bor. Bu SES tomonidan tekshiriladigan bakteriologik tekshiruv va burun halqum yo'lidagi stafilokok tekshiruvlari. Bu tekshiruvlar eng muhim tekshiruvlardan hisoblanadi. Sababi eng yuqumli, eng aholi orasida tarqatiladigan insonni o'zini organizmida saqlanib qoladigan infeksiya manbalari shu joylar hisoblanadi. Ko'rik natijalari qay darajada maxfiy saqlanadi? Ko'rik natijalari asosan hech kimga hech qanaqa e'tiroz qilinmagan holda ma'lumot berilmaydi. Shaxsan o'sha fuqaroni o'ziga etiladi va agar mabodo shu fuqarodan kasallik aniqlansa, o'sha o'zini yashash joyidagi ambulatoriya poliklinika xizmatiga yo'llanma asosida yuboriladi va davolash ishlari olib boriladi. Davolash natijasi ijobiy bo'lgandan keyin yana qaytadan tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, tekshirilib, keyin yana o'zini o'sha ishiga ruxsat beriladi. Tushunarli. Lekin o'sha deylik qaysidir xodimda qandaydir bir yuqumli kasallik aniqlansa, ish beruvchini bundan xabardor qilish kerak. Chunki u xodimni ish beruvchi ogohlantiriladi. Undan keyin bu shu fuqaroni davolashga yo'naltiriladi. Ana endi bir savol tug'iladi. Abdusalom aka, suhbatimizni siz bilan davom ettiramiz. Tibbiy ko'rik xarajatini kim to'laydi? Ish beruvchimi yoki bo'lmasam xodimmi? Yoki bepulmi bu jarayon? Yo'q, bu bepul emas. Bu demak, barcha tumanlarda tashkil etilgan davlat tasarrufidagi tibbiy ko'rik bo'lsin, yoki bo'lmasam xususiy tibbiy ko'rik bilan bevosita shug'ullanuvchi o'sha korxona tashkilot bo'lsin, bu pulli asosda amalga oshiriladi va qonunchilik hujjatlarida ko'rsatilgan tartibga asosan buni ish beruvchi qoplab beradi to'liq. Uning majburiyati uning zimmasiga yuklatilgan. Sababi hamkasbim aytib o'tganlaridek, mana bu tibbiy ko'rikdan ko'zlangan maqsad avvalambor yuqumli parazitar kasalliklarni erta aniqlash va ularni tarqalishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasi hisoblanadi. Chunki bu yerda o'sha gelmen tuxumlari ham tekshiriladi. Hamkasbim aytganlaridek, demak, burun halqumdan surtmalar olinadi. Demak, o'sha patologik xususiyatga ega bo'lgan ichak tayoqchasi guruhi bakteriyalariga surtmalar olinadi. Bu bilan biz nimaga oydinlik kiritamiz esa, demak, har qanday holatda u kasallik tashuvchisi bo'lsin yoki aktiv fazadagi kasal bilan kasallangan bemor bo'lsin, uni albatta ishdan chetlatish masalasi qo'yiladi. Va bu yerda bevosita mana shu hamkasbim aytganlaridek, bemorning o'zi boxabar qilinadi, u ishlab turgan tashkilot rahbari xabardor qilinadi. Chunki tashkilot rahbari uning o'rniga muqobil ishchini olish bilan bir qatorda bu ishchini ishdan chetlatadi va bu haqida albatta o'sha tibbiy ko'rikdan o'tish jarayonida u ro'yxat shakllantirish kerak bo'ladi. Mana shu ro'yxatning bir qismini u Sanepidqo'mita Toshkent shahar boshqarmasini tuman bo'limlariga taqdim etadi. Mana shu ro'yxat bo'yicha kimda kasallik aniqlangan bo'lsa, mana shu bemorni, ya'ni ishchini ishdan chetlashtirilganligi haqida o'zining ichki buyrugi asosida yana ma'lumot beradi. Abdusalom aka, sizni javobingizda yana bir savol tug'ildi. Ayrim korxonalarda deylik, soxta tibbiy ko'rik holatlari ham uchrab turadimi? Agarda bunday holatlar uchraydigan bo'lsa, uni oldi qanday olinadi? Shular haqida ham endi bilasizmi, demak, bunga nisbatan deylik choralar ham ko'riladimi? Soxta tibbiy ko'rikdan o'tkazilganligi yoki o'tkazilmaganligi aynan bevosita Sanepidqo'mitaning tasarrufiga kirmaydi. Demak, u bilan o'zi shug'ullanuvchi tashkilotlar mavjud. Qaysi tashkilotlar, Abdusalom aka? Tartibot organlari. Endi bu yerda bitta masala bor. Masalan,
xoh u oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi bo'lsin, ya'ni oziq-ovqat bilan bog'liq masalani ko'ryapmiz-ku, yoki umumiy ovqatlanish tarmog'i obyekti bo'lsin, yoki savdo tarmog'i obyekti bo'lsin. U 6 oyda bir marta majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishga majbur. Va har 6 oyda davriy tibbiy ko'rikdan o'tishga majbur. U majbur. Va buni o'tkazishlik boyagi korxona rahbarining zimmasidagi vazifa. Endi savol tug'iladi, boyagi demak bu savolni kelib chiqishiga sabab har 6 oyda o'tgandan keyin o'rtada boyagi aytganimizdek ishchi bemor bo'lib qolishi mumkin. Bu ham ijtimoiy vujud. Issiqjon. U transportda kim bilandir muloqot bo'lgan yoki uyga borgan, uni bog'chaga boradigan yoki maktabga boradigan farzandi bo'lishi mumkin. Uyushgan bolalar jamoasidan kelyapti, u kasallik tashuvchi bo'lishi mumkin va mana shu ishchi ham o'ziga kasallik yuqtirib olish ehtimoli juda katta. Yuqori. Bu holatda nima bo'ladi? U tibbiy ko'rikdan o'tgan-ku. Unga sog'lom degan qo'lida tibbiy daftarchasi bor-ku. Unda nima qilamiz desa, demak bu yerda korxona, tashkilot, muassasa rahbarining zimmasida yana bir vazifa bor. Har kungi ishchi xodimlarning salomatlik holatini nazorat qiladigan albatta jurnal tutilgan bo'lardi. Va yana bir savol, bugungi kunda deylik poytaxtimizdagi shu ovqatlanish shoxobchilari yoki shu oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalaridagi xodimlarning aynan shu tibbiy ko'rikdan o'tishlari to'liq nazoratga olinganmi? To'liq nazoratga olingan, sababi bu mana shu hamkasbim aytganlaridek nazorat tartibida, ya'ni bu biznes ombudsman xabardor qilingan holatdagi sanitar nazorat o'tkazilgan vaqtda ishchi xodimlarning to'liq tibbiy ko'rikdan o'tganlik masalasi ko'riladi. Bu alohida band savolnomada. Va qamrovi bugungi kunda qoniqarli darajada. Qoniqarli deb ayta olamiz. Rahmat javoblar uchun. Quyida soha xodimlari tibbiy ko'rikdan o'tishi majburiy bo'lgan holatlarni o'qib eshittiramiz. Mehnat sharoitlari noqulay bo'lgan ishlarda, tungi ishlarda, shuningdek transport vositalarining harakati bilan bog'liq ishlarda band bo'lganlar, oziq-ovqat sanoatida, savdoda va bevosita aholiga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan boshqa tarmoqlarda ish bilan band bo'lganlar. umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining va boshqa tashkilotlarning bevosita bolalarga ta'lim yoki tarbiya berish bilan band bo'lgan pedagogik xodimlarni va boshqa xodimlar. Va biz bemalol aytishimiz mumkin, aynan shu sohalarda ishlayotgan xodimlar har 6 oyda tibbiy ko'rikdan o'tishlari majbur etib belgilab qo'yilgan, to'g'rimi? Marhamat, yana boshqa mutaxassislardan ham fikrlarni eshitishga tayyormiz. Kasb kasalliklariga oid ma'lumotlarni aytib o'tsangiz bo'ladi. Shu kasb kasalliklar to'g'risida gapirganimizda 200-byuro asosida tibbiy ko'riklarni dastlabki va davriy tibbiy ko'riklarni o'tkazishi dolzarbligi shundan iboratki, siz aytmoqchi, o'sha ishchi ishga kirayotganda xususiy korxonalardan tibbiy ko'rik o'tishi mumkin yoki davlat ishxonalari, poliklinika, ambulatoriyalardan tibbiy ko'rikdan o'tib borishi mumkin. Lekin bu yerda ish beruvchini majburiyati mana kasb kasalligi yoki kasb kasalligiga yaqin bironta noxush hodisalar yuz beradigan bo'lsa, ancha dolzarb bo'lib qoladi-da. O'shaning uchun ish beruvchi tibbiy ko'rikni chuqurlashtirilgan dastlabki tibbiy ko'riklarga juda e'tiborli bo'lish kerak. Qaysi ma'nodaki, birinchidan u mablag' bilan bog'liq. Ishxona keyinchalik o'sha kasallangan odamga pul to'lashi bilan, ishchi o'rinlarini yo'qotishi bilan har holda zarar ko'rar ekan. Keyin o'sha qaysidir ma'noda o'ziga yaqin yaxshi ishchisidan yo'qotish bilan bog'liqda. Shuning uchun zararli omillarni hisobga olib turib, mana hozir epid xodimlar ko'p ish o'tirishibdi. Yuqumli kasalliklar, somatik kasalliklar qaysi biri shu yerda monelik ko'rsatilgan bo'lsa, shu kasalliklarni o'sha tibbiy komissiyadan o'tuvchi odamda aniqlangan holatda unga jiddiy e'tibor berib, agar tuzaladigan holat bo'ladigan bo'lsa, uni sog'lomlashtirib, keyin yana ishga tatbiq qilsa bo'ladi. Albatta, shu chuqurlashtirilgan dastlabki tibbiy ko'riklarni juda ham e'tiborli qilib o'tish maqsadga muvofiq. Rahmat aytamiz Odilxon aka fikrlari uchun. Qisqa va qimmatli vaqt ichida reklama. 33 yildan beri hamrohingizmiz. Yaqinlaringiz bilan aloqada bo'lishingiz uchun. Garchi orangizda minglab kilometr bo'lsa ham,
Sayohatda doimo aloqada qolishingiz uchun, texnologiyalar ishingizni osonlashtirishi uchun, har doim va har yerda o'zingizni qulay his qilishingiz uchun. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz, yagona tanlov. Uz-Telekom doimo sizga yaqin bo'lgan operator. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ramazon aka, marhamat, hamkasbingizni fikrlarga qo'shimchalaringiz bo'lsa, sizga ham so'z navbatini taqdim etamiz. Sizga rahmat. Qo'shimcha shunday iborat bo'ladiki, bu tibbiy ko'rik ba'zan rahbariyat tomonidan yoki o'sha ishchilar tomonidan e'tiborga olinmayapti. Lekin davlat befarqlik holatlari bor, tan olishimiz kerak. Hammasi silliq emas. Har kunimiz hayotda o'shani haligi bo'lib turibmiz, ko'rib turibmiz. Mana qo'limda o'sha 200-buyruq, bu Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan, Sog'liqni saqlash vazirligi tasdiqlangan 12-yildan beri bu bizga hujjat, nafaqat bizga hujjat, o'sha rahbarlarga ham hujjat, ishchi xodimlarga ham hujjat, davlat tomonimizdan o'sha ishchi xodimlarni bo'lsin oziq-ovqat sohasida yo o'sha zararli omillar, noxush omillar sohasida bo'lsin, ular himoya maqsadida olingan, ya'ni sog'liqni saqlash maqsadida aniqlangan. Bunga albattaki jiddiy e'tibor berish kerak. Kim bo'lsa, birinchi o'sha rahbardan boshlab o'sha ishchi o'zining sog'lig'ini birinchidan o'ylab, keyin oilasining sog'lig'ini, o'rtog'ini, qo'shnisini, o'sha yerda ishlaydigan joyidagi hamkasbining sog'lig'ini e'tiborga olish kerak. Hamma jiddiy qarash kerak bunga. Endi mana o'sha o'tkazilgan reydlar davomida noxush holatlar ham aniqlangan, deylik yuqumli kasalligi bilan kasallangan o'sha xodim ishlayotgan paytlar aniqlangan. Bunda qandaydir jazo choralari ham qo'llaniladimi ish beruvchiga? Tibbiy ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, albatta chora ko'riladi. Chunki ish beruvchi shuni nazoratga olmagan, vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tishi to'g'risida ogohlantirmagan. Shu sababdan ular albatta jazolanadi. Ya'ni bizani o'zidan qonun doirasida, ya'ni jarimaga tortiladi. Rahmat aytamiz. Azizlar, siz nima deysiz? Ko'rsatuvimiz davom etadi va mavzu bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etishda biz ham davom etamiz. Tibbiy ko'rik ikki turga bo'linadi. Ular dastlabki, ya'ni mehnat shartnomasini tuzayotganda o'tkaziladi. Xodimning salomatligi mehnat faoliyati uchun mos ekanligi tekshiriladi. Davriy, ya'ni mehnat faoliyati davomida o'tkaziladigan tibbiy ko'rik belgilangan muddatlarda ishlash sohasiga qarab amalga oshiriladi. Va aynan aholiga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xodimlarni majburiy tibbiy ko'riklardan o'tkazish sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi tizimining doimiy nazoratida bo'lib, qo'mita va uning hududiy boshqarmalari hamda tuman, shahar bo'limlari tomonidan o'tkazilayotgan sanitariya, epidemiologik nazorat davomida alohida tekshirib boriladi. Bu tekshiruvlarning natijalari va samaradorligi qanday bo'lmoqda? Sanitariya qo'mitani dolzarbligi shundaki, bularga o'sha hududida joylashgan korxona 1 yil davomida o'sha o'tkazmoqchi bo'lgan tibbiy ko'rikka kalendar rejasini beradi. Bu kalendar rejasi bu ishxonani o'sha ish sharoitidan kelib chiqib, masalan, tibbiy muassasa bo'lishi mumkin, kalendar rejani berayotgan yoki oziq-ovqat korxonasi bo'lishi mumkin. Bular albatta talab qilishga haqligi bor. Masalan, qaysi mutaxassislarni jalb qilib buni o'tkazish kerak, kimni 6 oyda bir marta, kimni 1 yilda bir marta. Shu o'tda ishchini albatta huquqlari himoya qilinadi. To'g'ri. Shu darajada o'tkazilsa, mana Sanepid qo'mitani dolzarbligi yo'qolib ketmasligi kerak. Bular albatta ishxonadan kerak vaqtda kerak narsani talab qilishga haqligi bor. Bu albatta bironta odam kasal bo'lib, u kasb kasaliga davo qilish shart emas. Buni oldini olish kerak doim. Hozirgi shu zamondagi tibbiyotda asosiy maqsadi profilaktika bo'lib qolgan. Bu bizlar bilan shu shifokorlar bilan Sanepid qo'mitani o'sha o'zaro kelishib bitta maqsad uchun harakatidan kelib chiqadi. Barcha oilaviy poliklinikalar yoki xususiy poliklinikalar tomonidan tibbiy ko'rik o'tkazilgandan keyin har 3 oyda bizga tibbiy ko'rikdan o'tilganlik to'g'risida
hisobot topshirib turiladi. Bu hisobotlarni tahlil qilganingizda turli xildagi kasalliklar aniqlanganligini ko'rasiz. Bunda teri kasalliklari, oziq ovqat bilan bog'liq korxonada ishlash mumkin bo'lmagan yoki sil kasalligi ham aniqlangan holatlari mavjud. Bakteriya tashuvchilik, ginekologik kasalliklar, shunga o'xshash kasalliklarni hammasini nima deydi, topilgan kasalliklarni bizga ham hisobotda taqdim etib turishadi. Shunga qarab korxona rahbarlariga haligi aytganimizdek murojaat qilinib, bu odamni vaqtincha ishdan chetlashtirib, sog'lomlashtirish ishlari o'tkazilgandan keyin qayta tekshiruv o'tkazilib, qo'liga sog'lom degan ma'lumotnoma olgandan keyingina ishga qo'yilishi aynan mijozlar umumiy ovqatlanish joyiga borishganda mana shunday tibbiy ko'rikka ega yoki ega emasligini so'rashga haq huquqi bormi? Albatta, iste'molchi bo'lgandan keyin hamma narsani so'rashga haqlari bor. Borib, o'sha mas'ul korxona tashkilotlarida tibbiy ko'rikdan nazorat qilish uchun, mana shu xodimlarning tibbiy ko'rikdan o'tish holatini nazorat qilish uchun mas'ul xodimlar tayinlanadi. O'sha mas'ul xodimlarga uchrashganda bular o'sha ro'yxati, qancha odam ishlashi, shu ro'yxat asosida tibbiy ko'rikdan o'tganligi to'g'risida kitobchalarini taqdim etishlari mumkin. E'tirozlarsiz ular o'z savollariga javobni olishlari mumkin. Umumiy ovqatlanish joylarida, keyin mana oziq ovqatlar bilan ishlaydigan joylarda iloji boricha mana shu oshpazlarimiz, xalqqa xizmat qiladigan ishchi xodimlarni qo'llarida perchatkalar bilan ishlashlarini, qo'lqoplardan foydalanish kerak. Sababi baribir nima deydi, yeydigan, iste'mol qiladigan oziq ovqatlarni aralashtiradi, tayyorlaydi. Shunda ham ko'proq nima deydi, yuqumli va parazitar kasalliklarning oldini olgan bo'lamiz deb. Mana shu asosiy maqsad shu. Rahmat. Diloromxon, Nargizaxon, marhamat, sizlarning fikrlaringizga quloq tutamiz. Assalomu alaykum. Mana shu hamkasblarimizning hamma bergan ma'lumotlariga qo'shilamiz. Mana hozir kunda bitta men oziq ovqat bilan ishlaydigan emas. Mana men masalan oila shifokoriman. O'zi tibbiy ko'rik har sohada ham kerak. Albatta. Mana oddiy mana insonlar ham, hamma aholi ham o'zini sog'lig'iga befarq bo'lmasdan poliklinikalarga chiqib, murojaat qilib, tibbiy ko'riklardan o'tishganligi ma'qul. Chunki hozirgi kunda poliklinikalarda yoshga bog'liq skrininglar o'tkazilyapti. Kasalliklarni erta aniqlash maqsadida, masalan, yosh bolalarga mana gelmentoz kasalliklariga 2 yosh, undan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga, keyin onkogematologik kasalliklarga 3 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarga, keyin mana erkak ayollarning 40 yoshdan kattalarga yurak qon tomir, endokrin kasalliklarni erta aniqlash maqsadida skrining o'tkazilyapti. Onkologik kasalliklarni erta aniqlash maqsadida skrining o'tkazyapmiz. Poliklinikalarda yana onkologik kasalliklarni aniqlash maqsadida mammografiya apparatlari katta mashinalarda kelib, mana ayollarni 40 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarni tibbiy ko'riklardan o'tkazilyapti. Ana shu tibbiy ko'riklar o'tkazilayotgandan xalqimiz, aholi qay darajada xabardor etilmoqda? Bu mana 210-buyruq, O'zbekiston Respublikasining 210-buyrug'ida ham aytilgan. Mana tibbiy ko'riklar buyruqning ham maqsadi patronaj hamshiralari, keyin tibbiy ko'riklarni o'tkazish va skrininglarni o'tkazish maqsadida bu buyruq anaqa qilingan, joriy qilingan. Patronaj hamshiralari mana shu nima skrininglarga uyma-uy yurib, har bitta qaysi maqsadli kontingentni, maqsadli emas, umuman kontingentlarning hammasini poliklinikalarga chaqirishadi. Masalan, nimadir yengillik bo'lsa yoki mana 40 yoshdagi aholi bo'lsa, ularni mana yurak qon tomir kasalliklariga, endokrin kasalliklarni aniqlash bo'yicha chaqirishadi. Agar masalan mana shu onkologik kasalliklar bo'yicha mana mammografiya tekshiruvlari kelganda ham har bitta aholini, ayollarni ayniqsa chaqiriladi, tibbiy ko'rikdan o'tkazishga taklif qilinadi. Poliklinikalarga xabardor qilinadi. Aynan studiямizda hamshiralar ham ishtirok etishmoqda. Ular bu jarayonda qanday jonbozlik ko'rsatishmoqda? Aholi ularni xonadon yurishlarini qanday qabul qilishyapti? Marhamat, Zulfiyaxon. Assalomu alaykum. Men oilaviy poliklinikada hamshira bo'lib ishlayman. Hozir shu prezidentimizning qarorlari, buyruqlari
farmonlari asosida, ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligining qarorlari asosida biz aholini profilaktik skrining tibbiy ko'riklardan o'tkazamiz. Bunda patronaj hamshiralarimiz xonadonma-xonadon yurib, ya'ni avvalom ular reja tuzib olishadi, kimlarni chaqirishimiz kerak va ular xonadonma-xonadon yurib, ularni tibbiy ko'rikka chaqirib keriladi. Aholi munosabati qanday bo'ladi? Bormaymiz, unday deyishmaydimi? Yo'q, juda yaxshi. Ularga biz tushuntirishlarni olib boramizda, nima sababdan tibbiy ko'rikdan o'tish kerakligi, qanaqa kasalliklarni oldini olish kerakligi to'g'risida biz tushuntirib o'tamiz. Bir xil aholi xursand bo'lib ketadi. Voy, shunaqa bo'lar ekanmi deb poliklinikamizga tashrif buyurishadi. Ko'p kasalliklarni oldini olamiz. O'zlari bilmagan holat, o'zlari sog'lomman deb o'ylaydi, lekin bizga kelganlarida shu tahlillar topshiriladi. Tibbiy ko'rikdan o'tgan paytlarda biroz shu sog'liqlarida yomonlashgan holatlar uchrab turadi va bizga rahmat aytib ketadi. Bu xizmatlar pullikmi? Yo'q, tekin. Bepul. Bepul. Hamma ko'riklar bepul bo'ladi. Bizada shu bular hozir shifokorimiz aytib o'tgandek, mammografiya ayollar o'rtasida ko'krak saratonini oldini olish bo'yicha shu mammografiya o'tkazildi, hamda bachadon bo'yni saraton kasalligini oldini olish ham hozirgi kunda poliklinikalarimizda bu bepul amalga oshirilyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Yaqin orada, ya'ni kelajakda aynan tibbiy ko'riklarni takomillashtirish, ularni zamonaviy usulda o'tkazish bo'yicha qanday choralar ko'rilishi kutilmoqda? Hozir dastlabki davriy tibbiy ko'riklarni mukammallashganligi shundan iboratki, hammasi o'sha kasallik individualniy ambulatorniy kartasi bo'ladigan bo'lsa, u qaysi mutaxassis tomonidan ko'rilmoqchi bo'lsa, uni kompyuterniy danliylari bor. Shu kompyuterniy danliylari mana hozir dastlabki tibbiy ko'riklar yo boshqalar deyapmiz, sizlar o'sha patronaj hamshiralarni, poliklinika shifokorlarini chaqirganinglarni ma'nosi shundan kelib chiqyapti-da. Bular bizni ishga olayotgan bo'lsa, bulardan ma'lumot olish imkoniyati bor. Bizni tasavvurimiz bor. Bular ilgari nima kasalliklar bilan kasallangan. Tushundingizmi? Shu tomondan albatta biz zainteresovan emasmiz qanaqadir kasal topishga. Albatta bularni o'sha ruhiy ahvoli, ruhiy shifoxonalarda ro'yxatda turmaganligi, hamma xulosalar bizda bitta odamda jam bo'lyapti. Ma'lumotlar bazasida bor. Ma'lumotlar bazasida bor. Endi shu kunga tekshirishimiz ham uni yana qayta tekshirishdan o'tkazib qo'yilayotgan bo'ladi shunaqa. Tushunarli. Rahmat. Xulosaviy fikrlar bo'lsa marhamat. Hozirgi kunda mana poliklinikalarda elektronniy anketa o'sha bemorlarda shakllanyapti. O'sha asosida har bitta mutaxassisga bemor murojaat qiladigan bo'lsa, hamma nima ko'riklardan o'tgan, nima diagnostik tekshiruvlardan o'tgan, qaysi mutaxassisga borgan, hamma ma'lumotlari turadi. O'zi uchun ma'lumot olish huquqiga ega. Fikr va mulohazalar bildirilgan ma'lumotlar uchun barchangizga minnatdorlik bildiramiz va ayni shu nuqtada siz nima deysiz ko'rsatuvining bugungi soniga yakun yasaymiz. Tibbiy ko'rik bu shunchaki qo'sh tirnoq ichidagi odatiy ko'rik emas. U jamoat salomatligini muhofaza qilishda, oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta'minlashda katta hissa qo'shadi. Bu orqali fuqarolarning ishonchli, xavfsiz xizmatlardan foydalanish imkoniyati oshadi, davlat sanitariya nazorati tizimida samaradorlik ta'minlanadi. Bu siz nima deysiz ko'rsatuvida yana yangi mavzular bahsida ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.